O'z xotinim o'zimga bo'ysunmasa, gapirgan paytda gap qaytar olmasam, uydan chiqishga bahona o'ylasam, nega ruxsat bermaydi? Nega san uydan chiqishga duxing yo'q? Uy ishlaridan boshqa tashvishing yo'q. Uylanganingga hech qancha bo'lgani yo'q. Darrov povitni berding. Xotin ko'chaga qo'yvor, aylanib kelay, ovqat ham tayyor, yana nima ishing bor? Ay, Jo'ra chiqa qol, choqding semichka, tezroq supurib ol. Chiqdi, keldik. Oyoqdan ol. Gitmayman. Sana aldab chaqirmasak san o'zing chiqmaysan. Qachongacha xotinni qulib bo'lib yashaysan? Bilsang ayol erkak uchun aslida yaralgan, asan esa xotining uchun yaralgansan. stop! Xotinim bo'ladi mendan xafa, uyga qaytsam rosa yeyman shatta. Dazmolni tokdan uzgandimmi, jo'ra qaytar uyimga. Sen odam bo'lmaysan xotin quli. Aka ketdik bu yerdan.